Assalomu alaykum. Tinchmisizlar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa, yozgi kuxnamiz bor edi. Mana hozir tunkafonini bitkizib berdik. Alkafon bilan birga bir xudo xolasa. Ko'rishlar ham mumkin. Mokriy silliq Toshkentimizni Matviy 04. O'rtadagi yog'och rangimiz mebelimiz Xitoy 35. Yozgi kuxna men provertin tosh qilishgan. Endi buni xudo xolasa mana shunaqangi tunkafondan qilib berdik. Shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa aytaverasizlar. Bu yog'och rang hech qachon o'lmaydigan brend. Doim nima beraveradi? Effekt beraveradi. Fasoni o'lmaydi buni hech qachon.